oldi ekan. Haydovchilarni potensial jinoyatchilardek qabul qilishni to'xtatish kerak. Haydovchilar bilan murosa qilish mumkin. Kezi kelganda aytaman, Toshkent viloyati Bekobod shahri eng yirik soliq to'lovchilardan biri Uzmidkombinat joylashgan sanoat shahri. Butun shahar bo'ylab 35 yillik tarixga ega bo'lgan nosoz yo'llarni ko'rib keldim. Yana bitta misol, hozir yo'l harakati xavfsizligi xodimi, men o'zim bilan bo'lgan narsa, bugun bo'lgan narsa. Harakatlanib kelyapman, men ahmoq, tentak emasman, ya'ni ranglarni ajrata olmaydigan. Yashil chiroqqa harakatlanib kelyapman, to'xtatdi. Birinchi bergan savolim, nima qoida buzdim? Ishonch bilan hamma turganda qizil chiroqqa o'tib kelyapsiz. Shu qadar ishonch bilan gapirdiki, hatto yashilga o'tgan o'tmaganligimga ham shubha paydo bo'ldi. Yaxshi ham transport vositamda o'rnatilgan maxsus kameralar bor. Aylanib o'tib kelib salonga o'tirishni iltimos qildim. O'tirdi. Ko'rsatganimdan keyin lom-lim deya olmadi. Bu oddiy chilavishkani insoniy faktor. Qizil chiroqqa o'tding deb ishonch bilan gapirgan inspektor nima uchundir bolg'acha izbormi degan boshqa bir vajga o'tdi. Afsuski bolg'acha yonimda yo'q edi va shu bolg'acha asosida menga jarima qo'lladi. Miq etganim yo'q, ammo qizil chiroqqa o'tding deb iddao qilgan baji ayrim holatlarda o'tib ketadi. Agar avtomashinamda ana shu holatni aksini isbotlovchi omil, ya'ni video registrator bo'lmaganida holimni nima kechardi bilmadim. O'sha yerda janjal ko'tarilardi va o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan qonuniy talabni bajarmayapsan degan vaj bilan bu ish yana ham gazak olardi.